Assalomu alaykum, Termobchi kanali. Juda ko'pchilik kutgan Turkiya Zumrud kotyonlari ham bahorasi yetib keldi. Hozir hamma filiallarimizda Zumrud kotyonlarimiz sotuvga chiqdi уже. Samarqand, Buxoro, Namangandan olsanglar bo'ladi, yaqinda Farg'onadan ham olsanglar bo'ladi. Endi hozir bizda qanaqa kilovatlari bor deganlar uchun 52 kilovatligi bor, bu yoqda esa 40 kilovatligi. Bundan kattasi 70 kilovatligimiz ham sotuvda hozirda mavjud ekan. Endi ko'pchilik buni xususiyatlari, ya'ni buni ozgina xarakteristikalarini aytib o'tinglar deb murojaat qilishdi. 40 kilovatli, 52 kilovatli kotyonimiz bunkeri hammasini past orqada bo'lib, bunkerga ko'mir sig'ini 150 kg atrofida ko'mir sig'adi. Yonish vaqti esa masalan 40 kilovatligimizda 2 kundan 4 kungacha yon beradi. 52 kilovatligimizda esa 2 kundan 3 kungacha yon beradigan holatda. Ya'ni uzoq yonish, ozroq yonishi uyingizni teplopatiyasi, uyingizni sistemangizga bog'liq bo'ladi ekan. 70 kilovatliniki bunkeri kattaroq 200 kggacha ko'mir sig'adi ekan. Undan tashqari kotyonimizning yaroqlilik vaqti 5 yildan 10 yilgacha yaroqlilik vaqti 1 yil servisiga garantiya beriladi. Listlarni ko'pchilik yana so'rashyapti, necha listda bo'lgan deb, 4 listda bo'lgan. Keyin yana bitta buni afzallik taraflari, bunda polavtomat qilib foydalansangiz ham bo'ladi. Ya'ni avtomat, polavtomat. Polavtomatda o'tin, ko'mir nima tashlab shu joydan yoqib foydalansangiz bo'ladi. Teploobmenlik o'txonasi, eng tagidagi kulxonasi bo'ladi akalar. Eng qizig'i 40 kilovatlikni hisob aytishingiz mumkin. Kilovatlik ko'rinishiga yarasha kichik-ku deyishingiz mumkin, lekin bunda kitobi 4 taligi uchun 40 kilovat bergan akalar. Ya'ni issiqlik ko'proq o'zida qoladi. Foydalanish koeffitsiyenti esa buniki 85 chiqadi. 52 kilovatligimizda teploobmenlisi bunda 5 ta bo'ladi. Bundan foydalanish koeffitsiyenti o'sha 85 bo'ladi akalar. Ko'rishingiz mumkin. Kotyonimiz xudo xolasa 20 yildan beri ishg'oliyat yurib kelayotgan zavodning mahsuloti garantiya beriladi. Bunkerlar orqasida, dimoxota tevasida bo'lib, podacha obratga foydalanish uchun ham juda ham qulay. Ya'ni qo'shimcha boiler orqali issiq suv ham olsangiz bo'ladi. Pult upravleniyasi ham soddaroq qilib ishlangan, ya'ni murakkab emas. Juda ko'pchilik bu kotyonni biladi ham, ishlatib ko'rganlar ham bor. O'zbekistonda oldin sotilgan ham bu modelda. Shuning uchun yana buni olib kelib sotishni boshlaydilar. Kimga shunaqa kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilasizlar. Namanganda, Samarqandda, Buxoroda hozirda sotuvda mavjud akalar. Borib, bemalol olib ketsanglar bo'ladi. Narx-navolarni ham Telegram kanalimizga qo'yganmiz. Narxlardan ancha arzon. Masalan, hozir sizga qo'shimcha qilib ketaman. Hozirgi kundagi 40 kilovatli Zumrud kotyonimizning narxi avtomatik $2250 chiqadi akalar. Bitta zapravkasi 2 kundan 4 kungacha yonadigan avtomat kotyon, zavod sertifikati bor. Ya'ni